Dada, yaxshi kuningizga minasiz deb shu Matiz'ni oldim. Men senga mashina olib ber dedimmi? Sen ham Matiz olasanmi? Ahrorda qara, dadasiga anaqa elektrga tokka yuradigan mashina olib beribdi, ichlarida konditsionerlari bilan. Sen olgan mashina ahvolini qara. Issiqni dalaga olib kelgan qara. Nima qilamiz bu yerda? Ha, bitta tanishimda mana shu 1 gektar yerda sizga deb oldim dada. Uyda siqilib, zerikib o'tiribsiz, mana shu yerga chiqib, odam ishlatib, nimadirlar ekib, chalg'iysiz deb. Mol bo'lib so'r, mol bo'l. Oldingmi mana shu yerda? Ahrorda dadasini qara, sanatoriyalarda yotqizdirib dam olyotibdi. Nima maytga chiqib endi ketmon chovib lapatga ushlab yuraymi? Qilgan ishingni ahvolini qara. Mol bo'lib katta o'ylaysan, mol bo'lib. Nima qilay? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Aka, dadamga 1 gektar yer oldim. O'sha bekor yotibdi. Ko'pchilik sizlarni tavsiya qilishdi. Nimadir ekib foydalansa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Avval dehqonchilik qilganmisiz? Ha, yo'q aka, bozorga chiqqanman. Fast food'im bor, lekin dehqonchilik umuman qilmaganman. Qilmagan bo'lsangiz muammosi yo'q. Agronomlarimiz bor. To ekkandan pishgungacha o'zimiz nazorat qilib berib turamiz. Zo'ri, qanaqa urug'larimiz bor o'zi? Ha, bo'lmasa yuring, past urug'lar bor, ko'rsataman. Bizda asosan urug'lar chet eldan keltiriladi. Germaniya, Turkiya, ko'proq Germaniyadan keltiriladi va mahsulotlari ham, unga beriladigan ozuqalari, vitaminlari ham hammasi chet elniki. Ha, qanchagacha daromad qilsam bo'ladi? Buni ekishingizga qarab 30 milliondan 150 milliongacha daromad qilayotganlar bor. 150 million zo'r ekan. Bo'lmasa bitta mahsulot tavsiya qilib, o'zingiz o'rgatasiz endi. Pomidor eksangiz bo'ladi. Makka eksangiz bo'ladi. Pomidordan ham yaxshi daromad qilyapti bolalar. Mana dada qilsa bo'lar ekan. Xudo xolasa makkalarim katta bo'lib qoldi. Hosillarni yig'ib sotsak, yaxshigina pul bo'ladi. Ha, yaxshi. Yaxshi hosil beryapti ekan. Endi buni sotsang, nechta pul topasan? 2 marta eksak, 50-60 million topsa bo'lar ekan. Ha, 50-60 million uchun 1 yil umring dalada chiritib yurasan-da. Ahrorda qara. Bozordagi ikkita joyidan arenda oladi. Har oy $1000, undan $1000, bundan $2000 arendasidan keladi. Sexidan eshitdim, oyiga bir pachka $10,000 pul topar ekan. Sen yuraver shatda 50-60 million. Endi ahrorga o'xshagan bala bo'lmadingda. Pulni urishtirib bir-biriga pul topmaysan. Mana shu dala, qoddok qilib yuraverasan. Voy dada, o'sha ahroringizga tenglashtiravermang. Bir hafta oldin mashina sivali bilan qamalib ketdi o'sha ahroringiz. Qanday qamaladi? Mashitganim yo'q-ku. Sen qutulish uchun shu gapingni gapiryapsan. Gapirmasin, dadam tenglashtirmasin deb qamalib ketdi dersan. Surishtiraman mahallada.